Menga har kuni Instagramdan, TikTokdan gaplashib olaylik deb aloqaga chiqishadi-da, maslahat so'ragani. Har kuni 5 ta, 10 ta har xil odam telefon qiladi. Ba'zilari yarim soat vaqtimni oladi, ba'zilari 1 soat, ba'zilari aksari odamlar zaif hayotda. Erkaklarni nazarda tutyapman, zaif. Gapini eshitib turaman, hayotda bo'lgan omadsizliklarni, ish yurmayotganligini, ishlari rivojlanmaganligini, hayotda unga yomonliklar kelayotganligini noliyveradi, miyalarim charchab ketadi-da. Nimaga odamlar bunaqa zaif deb. O'shanga bu videoni chiqarishimdan maqsad inson kuchli bo'lishga harakat qilish kerak. Bo'ri bo'lish kerak hayotda. Bo'ri. Mag'lubiyatlar bo'ldimi hayotingizda? Xotiningiz tashlab ketdimi, sevmasdan sizni, yo o'rtog'ingiz, tog'ingiz sizni kidatib ketdimi pulga, yoki ishingizni, korxonangizni olib qo'yishdimi? Bo'ldi, bularni siz mozoriga ko'ming. Hattoki telefonda ham birovga aytmang bu narsalarni. Muvaffaqiyatsizliklaringizni. Men mafiyalar to'g'risida kinolar ko'raman-da, to'g'risi. Mafiyadan ibratlanmaydi musulmon odam. Bizning dinimiz bor, yo'limiz bor, ko'rsatmamiz bor. Hadis va oyat. Nimaga men mafiyalarni ko'raman? Mafiozilar kuchli odamlar bo'lgan, sinmaydigan. Ya'ni to'g'ri, hayotining oxirida qamalib ketgan, o'ldirilgan, lekin o'shangacha taslim bo'lmagan. Nimaga mana sher hayvonlarning qiroli hisoblanadi, bilasizmi? Sher, arslon. Nimaga? Vaholanki sherdan tumsoq kattaroq, fil kattaroq, jirafa kattaroq, dinozavrlar kattaroq. Nimaga sher hayvonlarning qiroli hisoblanadi? Chunki sher joni taslim bo'lgungacha taslim bo'lmaydi. Joni taslim bo'lgungacha taslim bo'lmaydi. Ana o'shaning uchun sher hayvonlarning qiroli hisoblanadi. Krasnoy Otets cho'qintirilgan ota filmida bitta artist keladida, aytadiki, falon rejissyor menga rol bermayapti deb yig'laydi. O'shanda Krasnoy Otets yuziga shapaloq uradi. Sotak deydi. Kezarak. Ne yig'laysan? Erkak bo'lsang-chi o'zingni ushlagin deydi. Unda yoqasidan nima qiladi? Yuziga bitta shapaloq urib. Krasnoy Otets filmini birinchi seriyasini bir 15 minut boshlanishi davomida bo'ladi bu narsa. O'zingni qo'lga olsang-chi, kezalak deydi. Shu rolni ololmayotganingga yig'laysanmi? ChatGPTga bo'lgan voqea asosida kinolar, shaxsiy rivojlanish deb savol bering. ChatGPT sizga 30 ta kinoni chiqarib beradi. Ya'ni kuchli shaxslar, misol uchun Renault avtomobilini asoschisining hayoti, Toyota avtomobilining asoschisining hayoti, Honda'ning asoschisining hayoti, misol uchun. Misol Honda qanaqa paydo bo'lgan? O'zi Honda'ni asoschisi umuman avtomobilga ham hech narsaga aloqasi bo'lmagan. Shunchaki velosipedimga motor qo'ysam nima bo'lar ekan? Osonroq borib kelarmikinman ishga deb o'ylagan. Keyin velosipediga motor qo'ygan. Ana undan keyin Honda mototsikllari paydo bo'lgan, avtomobili ham bo'lmagan, avtomobilga ham aloqasi bo'lmagan Honda'ni. Tushunyapsizmi? Ya'ni o'sha 30 ta kinoni to'plab oling, 100 ta kinoni to'plab olingda, haftada bir kun motivatsiyon ko'ring o'sha narsani, kuchli shaxslarni. Men o'zim tavsiya qila oladiganim 10 ta seriyali yangi 25-yillik kinosi bor, 10 ta seriyali. Rождение мафии degan. Ya'ni Amerikan har bir shtatiga xo'jayinlik qilgan mafiozilarni qanaqa qilib bolalikda shalto, qiynalgan, hech narsaga qodir emas bo'lgan odamlar butun shtatlarni ushlab turganlik darajasiga chiqqanligini dokumentarli filmda ko'rsatib beradi. Qanaqa qilib kuchli shaxslarga aylanganligini. Biz nimadan ibratlanishimiz mumkin? Bu yerda inson birinchisi yiqilib tushsa, o'rnidan turishni bilish kerak. Ya'ni yiqilib yotirish kerak va shalto bosib, men hayotim og'ir, men hayotda hech narsaga erisha olmaganman, voydod. Yo oyoqqa turish kerak. Kecha men videoda aytdim-ku, men qamoqda o'tirganimda ham hayotimni reja qilib o'tirardim. Chiqsam, men buni qilishim kerak, men buni qilishim kerak. Qog'oz topsam, qalam bilan yozardim. Esimdan chiqib qolmasin deb. Men kuchli shaxsman demoqchi emasman. Men kuchli shaxslar haqida videolarni ko'p ko'raman. Va kimdir menga telefon qilsa, men ham xohlaymanki, o'zimdan kuchli odam bilan gaplashishni. Erkak, bunday ko'rsa havas qiladigan, katta rejalarga ega bo'lgan,
katta narsalarni sabablarini qiladigan odamman. Har kuni o'zini hayotida bir yengillik qiladigan. Siz Instagramda o'tirib motivatsion videolarni ko'rganingizdan foyda yo'q. Mana bitta mutaxassis aytayapti, gipskartoshi mana. Yoshim 40 ga chiqdi. Zakazlarimiz zo'rg'a ulanib turadi, unaqa zo'r ham emas. Umrim o'tib ketyapti. Men ham iqtisodiy erkin bo'lib, biron bir o'zim yoqtirgan davlatga borib yashashni, o'zim yoqtirgan avtomobilni haydashni, kuchli odam bo'lishni xohlayman, deyapti. Nima qilasan hayotingni o'zgartirish uchun? Mana 40 yil yashab qo'yibsan. Sen iPhone olmoqchiman kelajakda deydi. Nimaga iPhone olmoqchisan? Sen Instagram iPhone bilan yaxshi kelishar ekan, videolaringiz rivojlanishiga yaxshi sababchi bo'lar ekan deydi. Qo'lingda nima bor sen? Redmi telefonim bor. Ol o'sha Redmi'ni onasini hamsan. Ol. Qo'y videoni. Ol. Ya'ni mana gips kartonmi? Hamma jarayonlarni ko'rsat. Gips kartonchilarning xatolarini ko'rsat. Qanaqa xatolarga e'tibor qilish kerak. Nimalarni gips kartonda qilish ortiqcha xarajat, nimani qilsa yaxshi bo'ladi, nima qilsa yorilib ketmaydi. Qo'y videolarni Instagramga. Mana bitta video oldingmi? Instagramga, TikTokga, Facebookga, YouTube'ga. Instagramga, TikTokga, Facebookga, YouTube'ga 3 minutdan oshmasin. Maksimum 3 minut. Sababi Instagram 3 minutga bo'lgacha bo'lgan videolarni o'zi prodvigat qiladi. Odamlar ko'rsatadi. Ko'ringlar, balkim yoqarmidi sizga. Kuchli obunachisi ko'p gips kartonchi bo'lish uchun nima qilish kerak? Instagramdan gips karton deb yozsa, millionta gips kartonchilar chiqib keladi. Ya'ni qichuv mashinalari yuradigan, ishlarni yo'lga qo'ygan va obunachi 400 mingta, 500 mingta, 100 mingta, 80 mingta, ko'p videolarni. Nimaga bularni obunachisi ko'p? Nimaga bular videosi qiziq? U shart emas. 2050-yilda iPhone'ni 35-versiyasini sotib olish. Shart emas. Shu Redmi'da qilsa bo'ladi. Ahamiyat beringlar. Mashhur bo'lib ketgan videolar ko'pi xira. Qayerdadir dalada olib qolingan, qayerdadir bir eshakga sher tashlab yeb qo'yayotgani yoki raisni so'kayotgani, rais anaqa hokimga ham qo'ydim deyotganlar, hammasi xira videolar. Demak, bu yerda sifat rol o'ynamayapti. Sodержание, ya'ni videoni ichida nima to'g'risida gap ketayotganligi. Mana videolarim ko'rilyapti. Nima o'zi qora fon mana, abo'y mana. Yotoqxona bu o'zi. Mana to'sha, mana chirog'im. Mana eski eshik yog'ochdan ko'rasizlar? Gap. Videoni qayerda olinishida emas, nima gapirilyapti? Tushunasizmi? Nima gapirilyapti? Mana oddiy abo'y bo'ldi. Men studiyalar qilib o'tirmayapman, sharoitlar qilmayapman, bir qizil svet, yashil svetlarni tushunmayapman. Chunki muhim emas ekan bu narsalar. Muhimi siz nima yetkazyapsiz odamlarga. Tushunasizmi? O'shaning uchun hayotingizni o'zgarish qilmoqchimisiz? O'zgarish qilish nimaga kerak? Biron bir ishni yurg'izib qo'yib, cho'ntagingizda pulingiz bo'lsa, siz do'konga kirib, siz tanlaysiz. 17 menga yoqmadi, batareykasi kichkina ekan, ham korpusi qirilar ekan. 16 olaman yoki balki 18 chiqishini kutaman deysiz. Chunki sizning cho'ntagingizda 10 ta 17 ni puli bor yoki 5 ta 17 iPhone ni puli bor. Sizda tanlov bo'lyapti. iPhone da emas. iPhone sizni tanlayotgani yo'q. Puling yetsa meni olasan deb. Pulingiz ko'pmi? Qichuv mashina oldingizmi? Uchrashuvga chiqdingizmi? U sразу mashina torpedkalarini silaydida, yani uchrashuvga chiqqan ayolingiz. Hojimurod aka, men sizga tegaman, men bo'sh vaqtimda Qur'onni o'qiyman, men taqvodorman, men xo'p bo'ladi deyman, itoat qilaman, deyman deydi. Nimaga? Sizni ko'rib turibdi. Kuchli insonsiz, ko'tingizda mashina. Siz hal qilasiz unga uylanish yo uylanmaslikni. Lekin siz hayotda noliydigan odam bo'lsangiz, ming'ir-sing'ir qilsangiz, sizni aldab ketishganligini, sizni kiydirib ketishganligini, ishlaringiz yurmayotganligini gapirsangiz, siz hayotda xotinlarga ham kerak emassiz. Erkaklar u yoqda tursin, xotinlarga ham kerak emassiz. 40 yilni o'zi yo'q qilib bo'ldingiz hayotingizda. Bu yog'iga bir 20 yil sizda imkon qoldi nimadir qilib qolishga. Misol uchun, iqtisodiy erkin bo'lish uchun ChatGPTdan so'rang. O'zingiz sohangiz bo'yicha, misol uchun gips karton sohasida yoki ham nima soha bo'lsa ham so'rang. Shu sohada muvaffaqiyatga erishgan insonlar.
qanaqa erishgan, qanaqa marketing ishlatgan. Keyin Instagramda obunachisi ko'p, xoh u blogermi, quruvchimi, prorabmi, obuna bo'ling. Nimaga bularning obunasi 400 mingta? Agar menda 100 mingta obunachi bo'lsa, ishlarim mamnun bo'lib ketadi-ku, deb o'ylang. Va uni ertaga qilmang, hozir qiling. Mana hozir chiqing Paynetga, oziq-ovqat do'konga chiqing, bitta daftar sotib oling, bitta qalam sotib oling. U ruchka iPhone bo'lishi ham shart emas. Oddiy ruchka sotib oling, yozing. Men hayotimni o'zgartirmoqchiman. Tak. Bir oyda 2 marta kino ko'raman. Kuchli shaxsiyat bo'yicha. Misol uchun Leonardo DiCaprio'ni Gatsby degan kinosi bor, bir kambag'al, nochor oiladan chiqqan, qashshoq oiladan chiqqan yigit millioner bo'lib ketadi. Mana Gatsby. Keyin Al Caponening hayotimi yoki tam 25-yil kino chiqqan, yengisi Graf de Monte Cristo degan. Uni 10 tacha versiyalari bor, har xil davlatlar ishlagan, har xil yillik, 25-yilga kuchli chiqqan. Uni ko'ring. Kuchli erkak ko'zi qattiq bo'ladi. O'zidan zaiflarga, kambag'allarga, kasalmandlarga, o'zidan zaif odamlarga mehribon bo'ladi. Kuchli odamlar bilan kuchli gaplashadi. Hayotida nolishi umuman raspisiyadan o'chirib tashlaydi. Sizlar meni bloklarimni ko'rdinglarmi? Bir yig'layotganligimni hayotdan nolib. Ishlarim yurmayapti, menga siyosiy himoya berishmayapti, meni Interpolga berishibdi deganimni ko'rdinglarmi? Ko'rmaysizlar hargiz. O'lib ketganim yaxshi undan ko'ra. Men hayotdan noliganimdan ko'ra o'lib ketganim yaxshi. Video ko'rasiz. Har kuni YouTube'da o'zingizni sohangiz bo'yicha video ko'rasiz. Uni marketingi va o'zingizni sohangizni kuchaytirish, ya'ni gipskartonchimi, zo'r gipskartonchilarni ishini ko'rasiz. Qanaqa texnikalar ishlatyapti, nimadan foydalanyapti. Mijozlar bilan ishlashni o'rganasiz. Qanaqa klient bilan gaplashiladi. Xo'p, sizni kiydirib ketdimi? Demak, siz yozmagansiz shuni, yozuvchi qilmagansiz yoki videoga olmagansiz. Videoga olaman siz yo'q demaydi. Keling, aka, shuni hujjatlashtirib olamiz. Misol uchun, men sizni ishingizni bitiraman, menimcha oxirida men olishim kerak, ha, beraman. Bo'ldi, bermadimi? Video hujjat turibdi. Militsiya yordam bermasa, ko'cha yordam beradi. Men nimaga qizishib ketdimki, menga har kuni telefon qilishadi, o'zimdan zaif erkaklar telefon qiladi-da, o'shanga miyam charchab qoladi. Hammani xuddi o'zimni rohibdek his qilaman. Rohiblar cherkovda bir qora kabinetda o'tiradi, o'rtasida setka bo'ladi, bu yoqqa kirgan odam yig'laydi. Men gunoh qilib qo'ydim. Ha, bolam, xafa bo'lma, Alloh kechiradi gunohingni deydi. Men bunaqa zaif joylarim bor deydi. Xafa bo'lma, hammasi yaxshi bo'ladi. Men shunaqa yupatuvchi bo'lishni xohlamayman. Menga o'zimdan kuchli odamlar telefon qilishini xohlayman. Shunaqa odam bilan suhbatlashsam men energiya olaman. Mana kuchli odam qanday ham zo'ra, shu insonga o'xshash xohlayman. Men ham hammaga yaxshilik qilishni, har kuni nimadir yaxshilik qilishni xohlayman deyman. Kino ko'ring, o'zingizni sohangiz bo'yicha rivojlantiring, Instagram, TikTok, Facebookda faoliyat yurg'izing, odamlarga foydali kontent chiqaring va tabiiyki bitta video qo'yganingizdan keyin hech kim sizni bir tiyinga olmaydi. 3 ta videodan keyin ham 50 ta videodan keyin yo YouTube qo'zg'alishni boshlaydi, yo Instagram yurishni boshlaydi yoki TikTok, farqi yo'q. 50 ta videogacha toqat qilib borish kerak. Mana men Instagram ochganimda, qayta ochurganligimda Instagram meni mashinnik deb o'yladi, obunachilarni yaqinlashtirmadi. Ya'ni 2,5 mingta obunachi qo'zg'almasdan turdi 3 oy davomida. Men to'xtatdimmi video qo'yishni? Yo'q. Har kuni bittadan 3tadan video qo'yaman. Har kuni. Bilyapman, 2,5 mingtadan oshmayapti obunachi. Har kuni. Nima bo'ldi keyin? 3 oydan keyin qaradi, bu kontentlar qo'yyapti, sinmadi bu dedi. Qo'yib yubordi. Mana hozir bir 50 mingta bo'lsa kerak. 49 mingdan, 40 mingdan bilmayman, Instagramda yurishni boshladi. Xullas. Shunaqa gaplar.